ko'ksi yegani endi Koreyaga bormaysizlar. Hinkali yegani Gruziyaga bormaysizlar. Qurtobi yegani Tojikistonga bormaysizlar. Akamiz Marg'ilonga 3 ta davlatni birlashtirib beribdilar. Xudo xolasa kelib mazalarini yeb ko'ringlar va shu udar deyaptilar. Aka, Qurtobamiz qanaqa mahsulotlarda bo'ladi? Halol go'shtlarda bo'ladimi? Halol go'shtda bo'ladi. Qurtobaga go'sht qo'shilmaydi. Qurtobaga mana shu pomidori, bodring, qatlama non, qalampir va qurt bilan aralashtiriladi. Bizga ko'ksini gapirib bering. Ko'ksi qiziq bizga. Mazasini qaranglar. Ko'ksi Koreyada, Xitoyda bo'ladi. Buni ko'ksi degani muzdayi bo'ladi. Bunga sous qo'shib beriladi. Ko'ksusi degani qaynog'i bo'ladi. Bunga ham o'sha qaynoq sous qo'shib beriladi. Hinkali endi. Hinkali gruzinlarning milliy taomi bo'lib, bu suvda qaynatib pishiriladi. Buni ichida masalliqlar o'zimizning halol go'shtlarda va dona-dona jaydari mollarda va dumbachalar solinadi. Ichi selli bo'ladi, suvda pishadi. Xudo xolasa kelinglar, assortimentlari juda ham ko'p. Norin bor ekan, bilinchi bor ekan, soqoq somsa bor ekan, kavatay bor ekan, ilikli sho'rva. Ilikli sho'rvani qayerda eshitgansiz? Bu akamizga kelsangiz, iliklaringizni baquvvat qilib tashlanglar. Mantilar bor. Sizlarga adreslarni tushuntirib o'tamiz. Masalan, tushuntirib o'taman. Center tomondan kelganingizda Anor kafesidan o'tganingizda chap qo'lda bo'ladi. Vostoy tomondan kelganingizda o'ng qo'lda bo'ladi. Yandex marketning ro'parasida bemalol kelinglar.